o'ligini chillasi, kelin kuyovni chillasi yoki yangi tug'ilgan chaqaloqning chillasi degan gaplarni eshitib qolamiz. Azizlar, o'ligida chilla bo'lmaydi. O'lik uchun marhum yoki marhuma uchun aza tutiladi. Kelin kuyovda ham chilla yo'q, chaqaloqda ham chilla yo'q. Ha, ular o'zlarini asrash kerak, ya'ni kelin kuyov, yangi kelin kuyov yomon ko'zlardan, yomonliklardan. Chaqaloqni ham muhofazasi kerak, lekin irim-sirim qilmaslik kerak. Bu irim-sirimlar odatda mana shu ayollarimizdan chiqadi. Hurmatli opalar, singillar, hurmatli aziz ayollarimiz, ilm olaylik, kitob o'qiylik. Ahar hur, obod, ozod yurtda yashayapmiz. Ilm olishga imkoniyatlar benihoyat ko'p. Irim-sirim qilmaylik. Yosh o'sib kelayotgan yosh avlod irim-sirimlarsiz, bid'at xurofotlarsiz ta'lim-tarbiya topib katta bo'lsin. Xudo xolasa shular ertaga mana shu yurtiga, o'zimizning yurtimizga, vatanimizga foydasi tegadigan kadrlar bo'lib yetishadi-da. Irim-sirimda o'sgan inson bo'lsa, hayotini shuni ustiga qurib qo'yadi. Shunday ekan, chillalar haqidagi tushunchalar, ya'ni nima qilamiz, uni o'zgartiramiz, shumlanmaymiz.